Assalomu alaykum. Hurmatli Parvoz aka-ukalar. Hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Mah. Mana yana yangi jupli yo'q bo'ldi. Mah. Aka-ukalar berayotgan donimiz mana shu. Qushni doni, pishinoylarni ham olib tashladik. 5 xil. Mah. Shakkani soch hakkani ham urintirib qo'yishibdi. Mana shu kaptar ham zo'r kaptar ekani, urintirib qo'yishibdi. Bitta qanoti, 10 qanoti ozgina orib qolibdi. Mah. Kaptarlar hammasi shetda ekan, xudo xolasa. Tuxumda, bolalardan tashqari qolgan hammasi shetda mana. Mah. Kaptarlar tulovga kirdi. Oma uchirganim yo'q endi, mana yoshlarni, mana piskullarni haydayapman, mana qizillarni. Keyin mana uchayotgan, mana uchayapti. 8 ta 10 ta ko'ta og'irchalaridan haydayapmiz. Sal kaptar o'rgatgani, yoshlarni uchiramiz endi faqat. Asosan keyin kuzda qanot o'zi to'lib yetib boradi mana kaptarlarga. Mah. Sezaychi ham mana uchib qoldi, qanot qoqib qoldi. Mah. Kaptarlar ayrimi bolada, tuxumda. Mana u nargi tushib oldi, mana u modaga. Mah. Xullas chinnilarni, mana chinnilarni bitta ekan bolasi, ikkita bas ekan, bitta ekan. Bittasi o'lib qolibdimi? Yo'q, xullas bitta katta qilib qo'yibdi ancha. Mah. Kaptarlarda ko'zlarini tekshiraman, qarayman deganlar uchun bu. Ochib chiqdi mashinalar ham. Qizil kalsu, bu aytaymi qaysini qo'ygandim? Bunga ko'k boshlarkini qo'ygandim. Ikkovini ham ochib chiqdi bular. Modasi ichkarida. Mah. Xo'p, endigi navbat mana Eronlar ochib chiqsa, qizil kalsolarkini ochib chiqqan bo'ladi. Mah. Kelma sanam dongachi. Yomon qattiq kaptar ekan boru mana shu. Shaqqa don sepmasam yemaydi kaptar. Kelmaydi oldimga. O'rganasan, diqqat olma. Hali vaqting ko'p sani. Mah. O'zimiznikilar yonimizda yo'rsin. Eski urug'lar shunday injiq bo'ladi. Juda joyiga vafodor, qattiq bo'ladi joyi uchun. Mo'laga o'xshab shig'ab don yemaydi keyin kaptar. Ketishdi payida yurgan kaptar shunday 8 ta 10 ta makka cho'qib oladi, yetadi. Doim azartni och formada turadi. Ketadigan kaptar. Unga qanot yersa ketadi u kaptarga. Bu qiliqlaridan ma'lum. Chunki nar mana oqbosh modaga olib keldim buni, berishodi. Qattiq o'ynab uchadi. Egasi o'rgatilmayapti ekan, u olgan odam qaytib boryapti ekan, qattam bo'lsa. Mana modaga olib keldim, nar tushib oldi, mayli. U narni qanotlari yaxshi bo'lib ketguncha, xudo xolasa, mana nar bilan bir partiya bola olib turaman.
Kaptarlar mana xullas uchyapti. Mana uchishni boshladi mana qizil kalsoliydi bolasi. Buni bitta namanganlikda akaxonimizga mana ko'kcha bilan sotilgan edi. Birata ishonchli odam endi ogisi kelsa oldim, chiqarib bor degan kuni chiqarib boraman buni. Bo'lmasam o'zim uchiryapman kaptarni. Mana uchishni boshladi mana yosh. Chiroyli uchyapti. Xullas mana shu uchayotgan mana ko'ta og'irchalar deyotganim ichida ajrab uchayotgani ashun bilan mana hali bitta ko'kchi uchyapti mana bunisi. Kettin harakatak. Ma. Sizaychi ham katta bo'lib qoldi mana. Rosa bittalagan ekan buni. Buni ham bolasi bitta ekan mana ularni ham rampurin moda bilan bitta ochib chiqibdi xolos. Yaxshi shota qilib qo'yibdi ancha. Chinda moda bilan qopqonlar. Mana shu ikkita yaqinda super yulduz bo'ladi xudo xolasa mana shu bilan. Mana shu ko'k mana ko'k qora kalsochasi bor mana. Ekovi likkillab ajrayapti sirazi. Kunda ertalab bir mahal haydayapman xolos o'zi kaptarlarda. Ishga ketishdan oldin bitta haydayman, ketaman shu bilan. Yarim soat uchadimi, 15 minut uchadimi, uchib tushyapti xullas. Mana uni ko'tariluvi tezroq, chunki 4 kun 5 kunlik kattadan mana qizil kalsovdi bolasini tezroq ko'tarilib ketyapti shuni hisobiga. Mana ularni uchiryapman keyin sayrayotganda. Zo'r tiyaga bilan solar ekan, qang'illatib qo'yar ekan tiyaga bilan. Buni uzoq uchgan yo'q, tuxumga haydayotgani uchun tezda ikkita o'yin qilib 3-4 kun qilishi bilan bitta modani ko'rsatsam tashab boryapti, tushirib beryapman keyin. Qolgani aynalyapti. Mana shu 1 oyda ichida mana qopqonchalarni ham tanib bo'lmaydigan holatga kelib qoladi, xudo xolasa oqarib, qonlarini o'zi qip-qizil bo'lib qoladi, bag'lari ancha oqarib ketadi. Mana shu bir juft mana qopqonchalar. Dumga o'tirdi bular ham 10-15 kun aynalib dum bosib, o'sha erkalanib yuribdi. Mo'la tuxumini bir partiya ukamizga berib yubordim. Mana qattiqdi tuxumidan. Oq bakinda tagiga ko'k kalsolilarni qo'ydim. Ko'k boshlar tuxumini qo'ydim. Mana ularga qizil kalsolilarni olib qo'ydim endi yana. Mana qopqonlarga. Endi o'ziga qo'ysa 3 partiya, xudo xolasa bitta chiqqanda 3 partiya chiqarib olamiz. Esalamo ochilib chiqib olsa xudo xolasa. Mana ko'k boshlar. Ma. Yo haydamay qo'y qizim. Haydang siz lalika. Suv ichmasa ana aytdan ichsin suvni. Mana endi hozircha boqib turgan kaptarlarimiz taklif bo'ladi.
Donni yeb kirib ketib mana bolani boqyapti kattalar mana. Qizim to'sib olibdilar mana aroqni. Suv ichmasin. Hamma o'zini ehtiyot qilsin aka-ukalar, yaxshi kunda ko'rishaylik.